Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. ML asoslari darsiga xush kelibsiz. Ushbu videoda biz mashina o'qishga kirish bilan tanishib chiqamiz. Demak, darsimizni boshladik. Avvalo ushbu kurs haqida, ushbu kursning maqsadi machine learningni oson va tushunarli usulda amaliy yondashuv bilan o'rgatish. Bu dars kimlar uchun? Bu dars noldan o'rganmoqchi bo'lganlar, talabalar, dasturchilar va data science va sun'iy intellektga qiziquvchilar uchun. Va hamda bu sohada ishlamoqchi bo'lgan, ya'ni machine learning, data science yoki AI injener sohalarida ishlamoqchi bo'lgan va bu sohaga jiddiy kirishgan o'rganuvchilar uchun bu juda ham foydali dars bo'ladi. Talab qilinadigan narsa shu minimum darajada dasturlashni bilishingiz kerak bo'ladi, chunki bu yerda ko'p jarayonlar kodlarda ifodalanadi. Buni tushunib borish uchun sizdan oz miqdorda bo'lsa-da kodlashni tushunishingiz kerak bo'ladi. Hamda minimum matematika, bu yerda yuqori darajadagi matematika kerak bo'lmaydi. Faqatgina siz bu sohaga bu sohada chuqurlashib, ilmiy ish qilmoqchi bo'lsangizgina shundagina bir chuqurlashtirilgan matematika kerak bo'ladi. Va hamda sizni qiziqishingiz va sabr bu ishda sabr bilan agar harakat qiladigan bo'lsangiz, qolganlarni yo'l-yo'lakay o'rganib ketsangiz bo'ladi. Atamalar haqida bu darsda iloji boricha atamalarni o'zbek tilida ifodalashga harakat qildim. Terminlarni so'zma-so'z emas, balki uni ishlatilishi, shu fandagi ma'nosiga qarab tarjima qildim. O'zim haqimda aytadigan bo'lsak, men Otabek Yorqinov 20 yildan ortiqroq IT sohasida ishlab kelaman. Meni asosiy faoliyatim Yaponiyada bo'lgan, yapon kompaniyalari va hamda xalqaro kompaniyalarda system engineer, system architect hamda data science lavozimlarida ishlab kelganman. Bu dars meni bilim va tajribalarimga asoslangan dars bo'ladi. O'ylaymanki, bu siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Keyingi slaydimizda bu darsda ko'rib chiqadigan mavzularimiz darajasi ko'rsatilgan. Biz avvalo sun'iy intellekt tuzilmasi va tarixi bilan tanishib chiqamiz. Mashinaviy o'rganish nima? ML va an'anaviy dasturlashning farqi, ML dasturiy sikli, ML nima uchun kerak, afzalliklar va kelajagi. Bu dars kirish qismi bo'lganligi uchun bu yerda biz umumiy tushunchalar, umumiy g'oyalar, bu machine learningni umumiy tuzilishi to'g'risida gaplar bilan cheklanamiz va keyingi darslarimizda biz amaliy va terminlar bo'yicha chuqurroq mavzularga kirishamiz. Bu darsimiz kirish qismi hisoblanadi. Ushbu slaydda sun'iy intellekt tuzilmasi tasvirlangan. Bu yerda ketma-ket joylashgan, ichma-ich joylashgan doiralar sun'iy intellekt, machine learning, deep learning va LLMni qanday bir-biriga bog'langanligini ko'rsatib o'tadi. Bu yerda eng katta doira sun'iy intellekt doirasi hisoblanadi. Bu yerda kompyuter tizimlarini inson aqliga xos vazifalarni bajarish qobiliyati, masalan, o'rganish, fikrlash, muammoni yechish, qaror qabul qilish kabi sohalarda tushuniladi. Va bu sohani ichidagi ikkinchi soha, ya'ni mashinali o'qitish, bu AIning, ya'ni sun'iy intellektning bitta bo'limi hisoblanib, tizimlarni tajriba yoki to'plangan ma'lumotlar orqali o'rganib, qaror qabul qiluvchi algoritmlar to'plami tushuniladi. Undan keyingi doiramiz bu MLning ichidagi doira, deep learning deb ataladi, ya'ni chuqur o'qitish. Bu yerda asosiy g'oya katta hajmdagi ma'lumotlarni, mana masalan, ovoz yoki rasm, video kabi ma'lumotlarni neyron tarmoqlar orqali qayta ishlab, ularni chuqur xususiyatlarini o'rganish. Mana shu deep learning deb aytiladi. Undan keyingi ichki doiramiz bu LLMlar, ya'ni katta til modellari hisoblanadi. Bular inson tili ustida ishlaydigan yirik til modellari hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kundagi chatbotlar, matn to'qish, tarjima, mazmun yaratish, kod yozish, hujjatlarni tahlil qilish kabi vazifalarni bajaruvchi Cloud deymiz, ChatGPT yoki Gemini kabi dasturiy ta'minotlar mana shunga misol bo'la oladi. Bundan tashqari NLP, ya'ni tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuter ko'rish, computer vision deyiladi, yoki
nutq texnologiyalari, ya'ni tekstdan ovozga yoki ovozdan tekstga almashtirish kabi yana bir necha shu atrofdagi sohalar bor. Bizni bu darsda asosiy diqqat e'tiborimiz machine learningga qaratiladi. Ya'ni mashinaga o'qitishni chuqurroq o'rganishni maqsad qilganmiz. Keyingi slaydimiz sun'iy intellektni tarixi. Bu ma'lumotlardan o'rganadigan va o'zini yaxshilab boradigan aqlli tizimlar tarixi hisoblanadi. Ya'ni bular bir necha bosqichma-bosqich rivojlanib keldi. Bular aynan sun'iy intellekt deb atalmaydi va biz umumiy holatda sun'iy intellekt deb ataymiz, lekin bular rivojlanish davri turlicha bo'lgan. Dastlabki g'oyalar 1940-50 yillardan boshlangan. Ya'ni bu sun'iy intellekt g'oyasi shakllana boshladi. Bu Alan Turingning mashinalar fikrlaydimi yoki Turing test degan g'oyasi paydo bo'ldi. Va undan keyin keyingi davr 1950-60 yillarda machine learning atamasi kirib keldi. Buni Artur Samuel o'zi bunga ta'rif berib o'tadi. Va undan keyingi davrda dastlabki algoritmlar paydo bo'la boshladi. Ya'ni neyron tarmoqlari, CNN yoki qaror daraxtlari va shu kabi algoritmlar paydo bo'ldi. Undan keyingi davr 1980-90 yillarda bu sun'iy intellekt turg'unlik davri boshlandi. Bunga asosiy sabab hisoblash quvvatlarining yetmaganligi va hamda moliyalashtirish biroz sekinlashdi. Shuni hisobiga bu turg'unlik davri hisoblandi. Qayta jonlanish davri bu 1990-2000 yillarga to'g'ri keldi. Bu yerda backpropagation algoritmi paydo bo'ldi, SVM hamda ensemble o'rganish modellari paydo bo'ldi. Bular bu sohada katta uyg'onishni olib keldi. Va undan keyingi davr big data va deep learning davri hisoblanadi, ya'ni 2000-2015 yillarda. Bu asosiy sababi hisoblash quvvatlarining oshganligi, GPUlar kirib kelganligi va hamda eng asosiy unsur, ya'ni internet va katta miqdordagi ma'lumotlarning paydo bo'lganligi bu sohaga katta bir rivojlanishiga olib keldi. Va bunda deep learning anchagina rivojlandi. Masalan, rasmni tanish, nutq usullari yoki tarjima kabi sohalar anchagina rivojlandi. Undan keyingi davr zamonaviy AI davri hisoblanadi. Bu 2015-yillardan boshlandi. Bunda asosiy sabab transformerlar arxitekturasining paydo bo'lganligi va hamda turli xil chatbotlarning paydo bo'lganligi. ChatGPT yoki Cloud va shu kabi chatbotlarning paydo bo'lganligi. Bu rivojlanishning asosiy sabablari bu birinchisi algoritmlarning paydo bo'lganligi, ya'ni samarali va foydali algoritmlar katta turtki bo'ldi. Undan keyin hisoblash quvvatlari doimiy oshib bordi. Dastlab CPUlar, undan keyin GPU va TPU hisoblash vositalari kirib keldi. Va eng asosiysi katta miqdordagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ya'ni bu big data hisoblanadi. Bunga internet va raqamlashtirishning keng amalga oshirganligi bu bizga bu sohaning asosiy ozuqasi bo'lgan ma'lumotlarni keng miqyosda bizga tayyorlab berdi. Mashinaviy o'rganish o'zi nima? Bu kompyuterga barcha qoidalarni qo'lda yozmasdan ma'lumotlardan o'rganish va yangi vaziyatlar bo'yicha qaror qabul qilishni o'rgatish usulidir. Buni 1959-yilda Artur Samuel shunday ta'rifini beradi. Mashinaviy o'rganish bu kompyuterlarga aniq dasturlamasdan turib o'rganish qobiliyatini beruvchi tadqiqot sohasi. Ya'ni ham qisqaroq qilib aytamiz, bu mashinalarga ma'lumotlar orqali o'rganishni o'rgatish va yangi holatlarni shu bilim asosida bashoratlashni o'rgatish. Bular demak o'z-o'zidan mashinalar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun mashinaviy o'qitish deb ataladi. Yana ham oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, biz yosh bolaga mushuk bilan itni dastlab o'rgatish davrimizda biz unga ko'rsatamiz. Ya'ni bu mushuk deymiz, bu it deymiz. Shunaqa qilib 1, 2 yoki 3 misol ko'rsatganimizdan keyin bola o'z-o'zidan uni aniqlay boshlaydi. Bu mushuk, bu it degan narsani ajrata olishni boshlaydi. Xuddi shu kabi biz kompyuterga ko'plab misollarni ko'rsatamiz. Kompyuter buni farqlarini o'zi ajratadigan qoidalarni o'zi yaratib oladi. Ya'ni o'zi rasmga qarab uni ajratishni o'rganadi va yangi rasm berganimizda bu
bashoratlaydi. Bu mushuk yoki bu it yoki umuman bular mushuk ham emas, it ham emas. Buni bilmayman degan mazmundagi javoblarni o'rganib boradi. Mana shu machine learning hisoblanadi. Ya'ni machine learningning an'anaviy dasturlashdan farqi nima? An'anaviy dasturlashda bizda ma'lumot bo'lardi. Bu ma'lumotlarga xos ravishda dasturchi bunga qoidalarni yozadi. Ya'ni o'zini qoidasini yozadi va bu dastur ishlab natijani beradi. Ya'ni ma'lumot kiritamiz va bu ma'lumot asosida ma'lumot qoidalar asosida natijani beradi. Mana shu an'anaviy usul hisoblanadi. Endi mashinani o'qitishda qanday bo'ladi? Mashinani o'qitishda ma'lumot beriladi va u ma'lumotning javoblari beriladi. Ya'ni masalan biz rasmni berdik, bu mushukni rasmini beramiz va buni javobi mushuk. Bu itning rasmi va buni javobi it. Shu kabi ma'lumotlarni beramiz va bu ma'lumotlar orqali mashina qoidalarni o'rganadi. Ya'ni shu ma'lumotlar bilan natijalarni o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Va o'rganib o'zida shunday bilimni ko'nikmani hosil qiladi. Ya'ni bu tayyor holatga keladi. Va undan keyingi bosqichda bu o'rgangan bilimini ishlatib yangi noma'lum masalan rasm keladigan bo'lsa, shu rasmga nisbatan qo'llaydi. Aytib o'tganimizdek bu it yoki mushuk degan mazmundagi javobini beradi. Misol orqali ko'ramiz. Ob-havo bashorati. An'anaviy dasturlashda dasturchi quyidagicha amalga oshirishi mumkin. Ya'ni kompyuterga shunday qoidani yozadi. Agar havo temperatura 10 gradusdan yuqori va 25 gradusdan past bo'ladigan bo'lsa, yugurish uchun qulay havo. Aks holda yugurish uchun noqulay havo degan qoida asosida javob beradi. Endi xuddi shunga o'xshash vazifa MLda qanday bajarilishi mumkin deydigan bo'lsak, masalan, berilgan Toshkentning so'nggi 10 yildagi ob-havo ma'lumotlarini o'rganib, kelayotgan 1-5-iyun kunlari uchun haroratni bashorat qilish. Mana shunday masala qo'yiladi va bunda kompyuter misollarni o'rganadi. Ya'ni biz 10 yillik ma'lumotni kompyuterga beramiz. Kompyuter shu joyda o'rganishni boshlaydi. Ya'ni qaysi oyda qanday havo bo'lyapti yoki oyning qaysi kunlarida qanaqa havo bo'lyapti, shuni o'tgan, ya'ni ma'lumotga qarab o'rganib chiqadi. Va o'rgangandan keyin bu bilimini avtomatik tarzda yangi kun uchun, ya'ni masalan iyun yoki avgust yoki sentyabr oyida yoki sentyabrning 1-2 kunlarida qanday havo bo'lishini shu o'rgangan bilimi asosiga asoslanib natijani beradi. Ya'ni taxmin qiladi yoki bashoratlaydi. Mana shu an'anaviy usul bilan machine learningning farqi. ML nima uchun kerak? Birinchi biz gaplashadigan narsamiz, ya'ni yashirin ma'lumotlar ichidan yashirin qonuniyatlarni aniqlash. Ya'ni bizga ma'lumot berildi. Bu ma'lumotning ichida qanday bir qonuniyatlar borligini biz bir ko'rishda yoki bir yengil bir operatsiyalar bilan uni topa olmaymiz. ML usullar shunday usullar borki, u juda ham osonlik bilan, tezlik bilan buni ichidagi qonuniyatlarni yoki xususiyatlarni aniqlay oladi. Mana misol uchun supermarketda savdo bo'lyapti. Xaridorlar kunning qaysi kunida eng ko'p keladi yoki qaysi soatda ayollar ko'p kelyapti yoki erkaklar qaysi payti kam keladi yoki ko'p keladi. Yoki qaysi mahsulot kunning qaysi kunida yoki qaysi soatida eng ko'p sotiladi. Shunga o'xshagan xususiyatlarni biz o'rganish uchun MLdan foydalanamiz. Bu ML, ya'ni modellari, algoritmlari bunday vazifalar uchun juda ham qulay hisoblanadi. Undan keyin bashoratlash. Masalan, aytaylik, kelajakdagi natijalarni oldindan aytish uchun. Aytaylik, masalan, korxona ishlayapti. Korxonaning kelgusi 3 oylik uchun yoki keyingi yil uchun savdo ko'rsatkichlari qanday bo'lishi mumkin? Yoki mana shu usulda agar davom etadigan bo'lsak, ya'ni talab miqdori qancha bo'lishi mumkin? Ya'ni biz ishlab chiqarayotgan mahsulotga talab miqdori qancha bo'lishi mumkin? Va shunga mos ravishda korxonalar o'zini imkoniyatini kengaytirish kerak bo'ladi. Buni taxminan biz bashoratlaymiz. Ya'ni yanagi yilga yoki undan keyingi yilga biz korxona hozirgi quvvatidan ko'ra kamida 3 barobar yoki 4 barobar miqdorda mahsulot chiqarish kerak bo'ladi degan shunga o'xshagan bashoratlarni qilish uchun. Undan keyin tasniflash yoki klassifikatsiya qilish uchun obyektlarni to'g'ri toifalarga ajratish uchun. Mana masalan aytaylik, bizga rasm berilgan, rasmdagi tarvuz yoki qovunni ajratish. Bu tarvuz yoki bu qovun.
Mana masalan o'sha savdo rastasida turgan shu mevalarni rasmini oldik. Shu rasmga qarab turib biz bu yerda nechta olma bor yoki nechta nok bor yoki bodring soni nechta, buni chiqarishimiz, buni hisoblab berishimiz mumkin. Ya'ni bu guruhlab turib va uni orqasidan hisob kitoblarni amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni klassifikatsiya ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Undan keyin biz anomallarni aniqlash uchun, ya'ni odatdan tashqari holatlarni topish uchun, ya'ni jarayondan keskin farqlanuvchi holatlarni, ya'ni o'ta manfiy yoki musbat bo'lgan holatlarni aniqlash uchun biz machine learning usullaridan foydalanamiz. Bu ML usullari juda ham foydali hisoblanadi. Mana masalan aytaylik, firibgarlik deylik yoki kartadan yechilayotgan pul miqdori. Buni real vaqt davomida kartadan yechib olinayotgan pul o'ta katta bo'lib qolishi mumkin, odatdan tashqari. Shu holatlarda biz ML usullari bilan tezlik bilan bu operatsiyani aniqlab va buni to'xtatishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin qoida bilan yechish murakkab bo'lgan masalalarni yechishda ishlatishimiz mumkin. Mana masalan aytaylik, tasvirni tanish, odam yuzini tanish. Bu oddiy kompyuter usulida, oddiy dasturlash usulida buni yozib chiqish uchun o'ta ko'p vaqt sarflanadi va bu o'ta murakkab vazifa hisoblanadi. Undan tashqari matnni tushunish yoki tavsiya tizimlari. Bu shu if else yoki dasturiy usullar bilan juda qiyin bo'lgan masala. Buni ML usullari bilan oson yechilishi mumkin. Qisqa qilib aytamiz, ML qoidalarni yozish qiyin yoki imkonsiz bo'lgan, lekin yetarli darajada ma'lumot mavjud bo'lganda ideal usul hisoblanadi. Ya'ni biz oddiy qoidalar bilan yechish murakkab va hamda bizga yetarli darajada ma'lumot bor va shundagina biz ML usullari bizga foyda berishi mumkin. Esda tuting, bu ML usullari faqatgina ma'lumot bo'lsagina biz ML modellarni qura olamiz. ML biz bilan har kuni atrofimizda, mana masalan aytaylik, tavsiya tizimlari. Siz aytaylik, Amazonda savdo qilishingiz mumkin yoki YouTube ko'rishingiz mumkin. Bu yerda tavsiya tizimlari ishlaydi. Siz ko'rgan videoga mos bo'lgan, ya'ni siz ko'rishingiz ehtimoliga juda yuqori bo'lgan o'nlab videolar sizni keyingi navbatingizda kutib turishi mumkin. Buni qanday qilinyapti deydigan bo'lsa, xuddi mana shu ML usullari bilan qilinyapti. Undan keyin xatlarni filtrlash. Agar elektron pochtangizga ba'zi holatlarda shu spam folderlar bo'ladi yoki spam larining ichini qaraydigan bo'lsangiz, bir necha xatlar tushib qolgan bo'ladi. Buni shu ML usullari ajratayotgan bo'ladi. Undan tashqari ovozli yordamchilar, mana masalan Siri bor edi. Mana masalan MacBookda yoki iPhone'larda avvalda Siri ishlatilardi. Yoki Google Assistant bor edi. Bularning asosan ML usullariga moslashgan. Firibgarlikni aniqlash, ya'ni shu bankda bo'layotgan firibgarliklarni aniqlash uchun biz ML usullaridan foydalanamiz. Yoki avtopilot tizimlari yoki o'ziyurar mashinalarda yo'l belgilarini, to'siqlarni yoki odamlarni tanish uchun ML usullaridan foydalaniladi. Va hamda ko'p holatlarda hozir chet elda shu tibbiy diagnostikada keng ishlatiladi. Rentgen va MRT tasvirlarida kasalliklarni aniqlash. Mana shu holatlarda ML usullaridan keng foydalanib kelinadi. MLni o'rganishdan maqsad, ML qanday ishlashini tushunish uchun. Ya'ni avvalo bu ML, ya'ni mashinaviy o'qitish qanday ishlaydi, bu qanday jarayon. Buni yaxshi tushunish uchun biz MLni o'rganib chiqamiz. ML deb aytib o'tyapman, lekin bu yerda biz mashinaviy o'qitishni nazarda tutyapman. Ya'ni machine learningni shu ML deb qisqa qilib aytib ketyapman. Bu sizga tushunarli deb o'ylayman. Keyingisi ma'lumotlardan qiymat olishni o'rganish. Mana aytib o'tdik, bizda ma'lumot bor. Korxonani kelajakdagi holatini bashorat qilish uchun yoki kelayotgan ma'lumotlarga asoslanib korxona qaysi mahsulotlarni ko'proq ishlab chiqarishga yoki qaysi mahsulotlarga unchalik kamroq ishlab chiqarish yoki keyingi yil uchun, undan keyingi yil uchun rejalar tuzishda biz shunaqangi qimmatbaho ma'lumotlarni yetkazib berishimiz mumkin. Mana shu ma'lumotlardan qiymat olish hisoblanadi va bu ML usullari bilan oson qilinishi mumkin. Undan keyin bashorat qiluvchi modellar yaratishni o'rganish. Ya'ni
biz hop bashorat qilmoqchimiz, buni qanday qilamiz deganda shu modelni o'rganamiz va modelni bashorat qila oladigan, ya'ni bizga kerak bo'lgan usulni bashorat qilib beradi. Biz buni o'sha qanday natija berishini biz buni belgilaymiz. Raqam beradimi yoki kategoriya beradimi yoki bir boshqa usulda natija beradimi? Shunday modellarni qanday qilib qurilishini biz o'rganib chiqamiz. Undan keyin real loyihalarda ishlatiladigan ML usullari bilan bilish. Mana masalan aytaylik, binoga kirishda siz ko'p holatlarda yuzni kameraga tutib, shu kamera orqali yuz taniladi. Mana shu yerda qanaqa usul foydalanyapti? MLda qanaqa usullar foydalanyapti? Yoki aytaylik, keyin savdoni bashorat qilish uchun biz qanday ML usullaridan foydalanishimiz mumkin yoki qaysi usullar bizga foydali bo'lishi mumkin? Shularni o'rganamiz. Undan keyin deep learning va sun'iy intellektni keyingi bosqichini o'rganishga tayyorlanish. Yuqorida ko'rib chiqdik, ML bu sohalarni asosi hisoblanadi. Deep learning va LLMlarni yaxshi tushunish uchun machine learningni yaxshi bilishingiz siz uchun juda ham katta foyda bo'ladi. Shuning uchun biz MLni yaxshi o'rgansak, bu keyingi texnologiyalarni o'rganishimiz uchun o'ta foydali bo'ladi. Keyingisi ML dasturiy aylanasi. An'anaviy dasturlashdan farqli, ML ma'lumotlarga asoslangan takrorlanuvchi siklni bajaradi. Ya'ni biz an'anaviy usulda avval kod yozardik, uni test qilardik va xatolarni tuzatardik. Endi MLda bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda biz tahlil va rejalashtirishni amalga oshiramiz. Bu yerda ma'lumotlarni o'rganamiz, ma'lumotni aniqlaymiz va qanday yondashuvni belgilaymiz. Undan keyingi bosqichda biz o'qitish va sinov, modelni sozlash bosqichi hisoblanadi. Bu yerda biz berilgan ma'lumotlar asosida modelni o'qitamiz va uni testlar bilan tekshirib ko'ramiz. Undan keyingi bosqich tekshirish va tasdiqlash, ya'ni ishlash ko'rsatkichlarini tekshirish, modelni xolisligini aniqlash, ya'ni modelimiz to'g'ri ishlayaptimi, ba'zi bir tarafga og'ib ketmayaptimi, shuni aniqlashni amalga oshiramiz va real sharoitga tayyorligini tekshiramiz. Va bu jarayon takrorlanadi. Ya'ni yangi ma'lumot beramiz va ma'lumotga modelni javobiga qarab bu jarayonni takrorlab boramiz. Ya'ni modelni yanada takomillashtirib, rivojlantirib boramiz. MLning afzalliklari. ML qachon foydali? Agar muammo oddiy qoidalar bilan, ya'ni if else shu dasturiy qoidalar bilan hal qilish qiyin bo'lsa va yetarli darajada ma'lumot mavjud bo'lsa, ML samarali yechim bo'lishi mumkin. ML modellari kichik va tez ishlovchi modellar hisoblanadi va bular shu tarafdan juda ham qulay. LLM modellari bo'lsa o'ta katta va uni o'qitish ham, uni tayyorlash ham, hatto uni ishlatish ham juda resurs talabgor hisoblanadi va bu oddiy sharoitlarda tayyorlanishi yoki uni o'qitilishi juda qiyin bo'lgan masala. Buni aksi ML modellari juda ham kichik va tez ishlovchi hisoblanadi. Shunday sohalar borki, bu yerda bizni modelimiz kichik bo'lishligi bizga foyda berishi mumkin va tez javob ham tez bo'lishi kerak bo'ladi. Shu o'rinlarda ML bizga foyda beradi. Ko'plab ML modellarini qisqa vaqt ichida oddiy notebookda tayyorlashimiz mumkin. Ya'ni ML modellari juda qisqa vaqt ichida tayyorlanishi mumkin va hamda biz uchun juda katta resurs talab qilinmaydi. Ba'zi hollarda DL va LLMlarga nisbatan arzonroq va samaraliroq yechim bo'la oladi. Xullas, ML modellari bir necha afzalliklari bor va uni ishlash o'rinlari bor. Masalan, sizga kichik model kerak va tez ishlovchi model kerak bo'ladigan bo'lsa, sizning tanlovingiz ML bo'lishi mumkin. Yakuniy xulosalar. ML haqida qisqacha yana takrorlab o'tamiz. ML bu ma'lumotlardan qonuniyatlarni o'rganib, qaror yoki bashorat qiluvchi matematik model hisoblanadi. Model fikrlamaydi va tushunmaydi, u faqat o'rgangan andozalarni qo'llaydi. Modelda, ya'ni ML modellarida hech qanday fikrlash va tushunish yo'q. U faqat o'rgangan bilimini, o'rgangan andozasini ishlatadi xolos. Masalan, aytaylik, u mushukni rasmini o'rganish davomida mushukni andozasini o'rganib olgan. Kelayotgan rasmdagi mushuk qanchalik darajada shu andozaga mos bo'lsa, 80% yoki 85% mushuk degan natijani beradi. Undan keyin sifatli ma'lumot, sifatli model, sifatsiz ma'lumot, sifatsiz model. Modelimiz agar yaxshi chiqishini xohlasak va u bizga to'g'ri javob berishini xohlasak, biz uni sifatli ma'lumot bilan ta'minlashimiz kerak.
Sifatsiz ma'lumot deganda nima tushunilishi mumkin? Mana masalan, ma'lumotlarda ba'zi bir belgilarni tushib qolgan bo'lishligi yoki ularni o'rni almashib qolganligi yoki u yerda bo'sh holatlar va e, raqamlar o'rniga so'zlar bilan ifodalar bo'lishi mumkin. Mana shular sifatsiz ma'lumot hisoblanadi yoki bir xil takrorlanuvchi juda katta miqdordagi ma'lumot bu ham sifatsiz ma'lumot hisoblanadi. Agar oz miqdorda lekin yetarli darajada har xillikni beruvchi ma'lumotlar sifatli ma'lumot hisoblanadi. Agar biz misol uchun aytaman, bizda 10,000 qator ma'lumotimiz bor. Ularni agar 10,000 qator ma'lumot juda ham katta ma'lumot hisoblanadi. Bu ma'lumotni agar qonuniyat bir-birini takrorlanadigan, ya'ni raqamlar, buni ichida keladigan raqamlar deyarli o'zgarmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bu model biz uchun foyda bermaydi. 10,000 ta o'qitishimiz foydasiz. Uni o'rniga 1000 ta ma'lumotimiz ma'lum bir yo'nalishda, ya'ni 1000 ta ma'lumotimizda raqamlar keskin o'zgarib borishi, yana 1000 ta ma'lumotimizda yoki ular katta bo'lishi yoki kichikroq bo'lishi bizning modelimizni sifatli bo'lishiga olib keladi. Ya'ni har xillik bu yerda juda muhim hisoblanadi. Ya'ni takrorlanuvchi bir xil ko'pgina ma'lumotdan ko'ra har xil keladigan oz miqdordagi ma'lumot model uchun sifatli. U ko'proq narsani ko'rgan, ko'proq taassurotlarni ko'rgan bo'ladi va model bu ko'proq yaxshiroq ishlaydi. Ya'ni shu sifatli ma'lumot hisoblanadi. Shu yerda bitta gap bor, agar ingliz tilida garbage in, garbage out degan so'z bor. Ya'ni bu degani agar axlat kiradigan bo'lsa, axlat chiqadi. Ya'ni biz modelga qanaqa narsa beradigan bo'lsak, model ham xuddi shu narsani qaytaradi. Shuning uchun bir modelimizni yaxshi bo'lishini, uni javobi, ya'ni uni ishlash samaradorligi yuqori bo'lishini xohlasak, biz sifatli ma'lumotni tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Ba'zi vazifalar oddiy dasturlash qoidalari bilan samaraliroq hal qilinishi mumkin. Ya'ni bu hamma muammo uchun ML eng yaxshi yechim deb bo'lmaydi. Ba'zi bir holatlar bo'ladiki, buni oddiy shu dasturlash tilida, dasturlash usulida oson hal qilinishi mumkin. Va hamda yana ba'zi holatlarda ma'lumot yo'q bo'lgan joylari biz majburmiz uni kompyuter usullari orqali, shu kompyuter dasturlari orqali yechishimiz kerak bo'ladi. Mashina o'qitishning kelajagi qanday bo'ladi? ML kelajakda yo'qolib ketadimi? Hozircha yo'q. Mashinalarning yaqin 10-20 yil ichida AI ning asosiy qismi bo'lib qoladi. Biz yuqorida tanishib o'tdik. LLM va ML munosabati bu yerda yo'qolib ketishining asosiy sababi bizga mana bu AI lar chiqdi-ku, chatbotlar bor, mana bular bizga foyda beradi-ku degan savol bo'lishi mumkin. Endi shu yerda bir mana bog'liqlikni o'rganib chiqaylik. Bizda birinchi sun'iy intellekt qatlamida, undan keyin machine learning, undan keyin deep learning va LLM edi. Yuqoridagi rasmda ko'rib chiqdik. Ya'ni bu ChatGPT, Gemini, Cloudlar ML ning o'rnini bosuvchi emas, balki uning bir qismi bo'ladi. Ya'ni bu yerda bir o'rnini bosuvchi emas, lekin ML masalalarini LLM bilan, ya'ni chatbotlar bilan oson, tez hal qilishimiz mumkin bo'ladi. Ularning o'ziga xos vazifalari bo'ladi va ishlatish o'rinlari bo'ladi. Masalan, ML biznes va sanoatda ishlashda davom etadi. Mana masalan, sotuvchilarni bashorat qilish, firibgarlikni aniqlash, mijozlarni tahlil qilish, tibbiy diagnostika, sanoat uskunalarini monitoring qilish. Bularda ML foydali hisoblanadi. Ya'ni bu yerda aytaylik, mana masalan, kichik korxonada bu yerda ma'lumotlar to'planyapti. Bu ma'lumotlar juda oz miqdorda va sensorlar ma'lumot jo'natadi. Bu juda katta miqdordagi emas. Bu yerda mana LLM ni ishlatishimiz foydali hisoblanmaydi. Birinchidan bu qimmat tushishi mumkin korxona uchun. Har oylik unga a'zolik badalini to'lash, a'zolik pulini to'lash va uni ishlatish bunga biroz qiyinchilik keltirishi mumkin. Buni o'rniga biz kichik bir ML modelini quradigan bo'lsak, u kichik korxona bemalol buni ishlatishi mumkin bo'ladi. Shu tarafdan ML usullari sanoatda va kichik korxonalarda va tezkor javob qilish kerak bo'lgan o'rinlarda ML usullari foydali bo'ladi. Yana bitta misol, ya'ni o'zi yurar mashinalarda, autonomous drivingda shunday holat bo'ladiki, mashina ketayotgan paytida u tezlik bilan yo'ldagi odamni aniqlash kerak bo'ladi. Va bu odamni aniqlagandan keyin u odamni masofasi qanchada yetib boradi degan javobni berish kerak. Bu yerda bu juda ham millisekundlarning ichida amalga oshirilishi kerak va qaror qabul qilinishi kerak bo'ladi. Agar bizni bu yerda LLM ishlatadigan bo'lsak, bu biz jo'natgan ma'lumotimiz bizga qaytib kelgunicha
mana 1 soat, 2 sekund, 3 sekund ketadigan bo'lsa, bu bizni maqsadiga erishtirmaydi. Ya'ni bu xato yo'nalish hisoblanadi. Bu yerda chunki bu 3 sekund ichida mashina u odamga bilan to'qnashuv hosil bo'lishi mumkin. Mana shu o'rinlarda ML usullari tezkor bo'lganligi uchun biz uchun foydali hisoblanadi. Endi LLMlar esa qayerda yaxshiroq deydigan bo'lsak, tabiiy tilda muloqot qilish, kod yozishda, mana aytaylik, ML usullarida kodlarni biz LLMga bajartirishimiz mumkin. Kod yozishda biz LLMdan foydalanamiz. Hujjatlarni tahlil qilishda yoki yordamchi sifatida undan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu farqlarni biz shu yerda ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu ML bu yo'qolib ketadigan soha emas va bu bizda o'z-o'zidan davom etadi, lekin LLMlar bizga yordamchi bo'ladi. ML yechimlarini tayyorlashimizda LLMlar bizga asosiy ko'makchi hisoblanadi. Demak, bugungi darsimiz mana shu yergacha edi. O'ylaymanki, bu dars sizga manzur bo'ldi. Agar bu dars sizga manzur bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlang, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va hamda izohlarda izohingizni yozib o'ting. Darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.